Endigina ikki vaqt chiqaruvdim. Svet bo'lsa, drabelka ishlamaydi, drabelka bo'lsa, svet yo'q. Endigina mana shu holatda chiqaruvdim. Endi buni agroservis do'konlarida yechimlari bor akalar. Endilikda agroservis do'konlarida mana shunday tok yo'q joylarda ham qiynalib yotmaysizlar. Dala sharoitida albatta tok bo'lmaydi o'zi aslida. Lekin biz sizlarga shuni ko'rsatish maqsadida endilikda benzinli motor qo'yilgan drabelkalarimizni sizlarga sotuvga chiqardik akalar. Endilikda hech qanaqa qiyinchilik bo'lmaydi. Dalalarga kelib mana shunday mollaringizga, qo'ylaringizga yangi sveji holatda selozlarni chiqarib berish imkoniyatlaringiz bor. Xo'p, bularni endi sizlarga bitta ishlash prinsiplarini tushuntirib beradigan bo'lsak, aytib o'tganimdek endigina elektr tok shart emas. Bemalol mana shu turdagi yoqilg'i turi benzin bo'lgan motorlardan qo'yib ustanovka qilingan agroservis do'koni o'zini mahsuloti akalar. Hozir buni sizlarga bitta ishlash jarayonidan qo'yib ko'rsatib beraman. Kimga mana shu turdagi drabelkalar kerak bo'ladigan bo'lsa, aloqaga chiqishlaringiz mumkin. Xo'p, buni yurgizish sistemasi ham juda ham oddiy qilib ishlangan. E'tibor berishlaringiz mumkin. Bittagina mana shu kulchatirda yoqasiz. Zavodnoyda borchi, sizlar bittada zavod bo'ladi akalar. Ishlash prinsipi bu joydan qo'lib, qurg'ot qasaylarni tutamiz hozir. Gaz oborotigacha ko'tarib olamiz. Akalar ko'rib guvohi bo'ldilar. Ishlashlari gap bo'lishi mumkin emas. Biz hozirda qo'lot, qurug'ot, shunga o'xshagan xashak xushlarni chiqarib ko'rsatib berdik. Siz dala sharoitingizda qanday o't bo'lishidan qat'iy nazar, poya mahsulotlaringizni ham bemalol yengil-yengil chiqarish imkoniyatingiz bor. Faqatgina akalar motorning quvvati 7 ot kuchli motordan qo'yilgan bo'ladi akalar. Xohlaganlar uchun 13-15 ot kuchli motorlardan qo'yib berish imkoniyati bor. Xohlaganlarga universal drabelkalar, boshqa turdagi lentali drabelkalarga ham shu turdagi motorlardan qo'yib ustanovka qilib beramiz. Buni ishlash prinsipini ko'rib olinadi. Bu joydan qo'lot, qurug'ot, shunga o'xshagan mahsulotlar solganingizdan keyin ichki sistemasiga bitta baho berib berasiz akalar. Tepasida mana shunday bunkerli variantlarni olishlaringizni tavsiya beramiz. Bu degani polish ekinlaringiz chiqqandan keyin ham tepadan soladigan bo'lsangiz, yorma holatiga keltirib chiqarib bera oladi akalar. Xo'p, ichki sistemasi pichoqlar yordamida maydalaydi akalar. E'tibor berishlaringiz mumkin. Bu joydan xo'lot, qurug'ot kirgandan keyin o'zida ichida shinaklar yordamida tortib yanchib oladi va pichoqlar yordamida maydalab ketaveradi akalar. Undan tashqari chiqadigan joylari xohlagan razmeringizga qo'yib, pastki tomonga yoki uzoqroq masofaga ochish imkoniyatlari ham bor akalar. Aytib o'tganimda hozirgi kunda bu drabelkamizda ikkitadan skorlari bor akalar. Birinchi hamda ikkinchi skorlar. Hozirgi skorida akalar e'tibor berishlaringiz mumkin. Mayinligiga bitta baho berib qo'yasizlar akalar. Mana molga tashlab bersiz ham siraz yevoradigan joyi. Endi qiynalib mana shunday tok oqtarib yoki drabelkani ko'tarib yurish shart emas. Mana shu yerga bitta benzinli motor qo'ydirib oladigan bo'lsangiz, manfaatli, foydali bo'ladi va shu turdagi mollar ham maza qilib yeydi. Xo'p, bu drabelkalarimiz hozirgi kunda har xil turdagi assortimentlardan bor. Agroservis do'koniga keladigan bo'lsalaring, drabelkalarimizni 20 xil modellari bor. Lentali deysizmi, shu turdagi oddiy variantlaridan va universal drabelkalar hammasidan bor. Pastdagi nomerlarga murojaat qilsalaring, xudo xolasa lokatsiyalar tashab beramiz. Manzillarimiz Farg'ona shahar, Avval qishlog'i agroservis do'koni. Bu turdagi drabelkalarimizni hozirgi kunda 1.800.000 so'mdan boshlab 5.5 million so'mgacha har xil turdagi assortimentlardan bor akalar.
Pastdagi nomerlarga murojaat qilinglar. Video manfaatli, foydali bo'lgan bo'lsa, shu turdagi drabelka qidirib yurgan bo'lsangiz, bitta like tugmasini bosib qo'yishni ham unutmanglar. Kelganlaringni aytib o'tilgan narxlardan yana tushirib skidkalarni qilib beramiz va molimizga rahmat aytib qo'yamiz. O'sha yeb tugatib o'rdagilar chiqarib bergan selosimizni sizlar ham foydalanib qoladigan joylaringiz akalar. Sizlar uchun har doim yaxshilarni ilinamiz akalar. Faqatgina bitta like tugmasini bosib qo'llab-quvvatlab qo'yinglar akalar. Jonlaringiz sog' bo'lsin, e'tiborlaringiz uchun rahmat.